Don Quiz bizning navbatdagi proyektimiz. İş başlanandan rap burası bir ay bo'libdi. Natija nechi? Kutuv nechik bo'ladi? Kutuvingizni aqladikmi? Doğrusunu aytsam, men kutuvim o'xshamadi. Sağ Sababini aytaman, aqnasa eshiting. Men bu darajada tez natija bo'ladi deb o'ylamadim. Ha, tushundimda. 3-4 oylardan keyin men kutgan natijaga yaqinlashamiz deb o'yladim. Lekin kutganimdan tezroq bo'ldi. Bu jamoa bilan ishlashda menga yoqqan tomonlari bor, alohida o'zim uchun ajratib belgilab qo'ygan tomonlarim. Bulardan iborat. Brend egasini, brendning mohiyatini bog'lagan tarzda roliklarda olib chiqish. Ya'ni shaxsiyatimga bog'landi. Syomka jarayonlarida qatnashishim imkoniyati yaratildi va media tomonlama men o'zimni brendimni ko'proq tushunishimga yo'l ochildi. Shaxsiy maslahatlar, individual yondashuv shu narsalar menga ma'qul bo'ldi. Shu to'g'ri maslahatlardan keyin bir oyning ichida men o'zim kutganimdan ham ortiqroq natijaga erishdim. Katta rahmat o'zingiz uchun. Bizani ajralib turgan tarafimiz, biz doim brend egasini, biznes egasini yoki shaxsiy brend bo'lsa, shaxsiy brend egasini ishga dangadan jalb qilamiz. Ya'ni syomkalardan kelishini talab etamiz. Ideya berishda, strategiya tuzishda polностью biz bilan dangadan ishlashni talab etamiz. Shuning uchun ham Allohga shukr, shu kungacha biz ishlab kelgan proyektlarning hammasida natija ko'rsatib kelatimiz.